Mana Cobalt ishqibozlariga 2018-yilda ishlab chiqarilgan Cobaltimiz yurgan holati 232 ming yurgan ekan mashina. Saloni mana prostoy, lekin birinchi pozitsiya, konditsioner, rullar gidravlika, mashina balonlar mana diskalar 4 ga qadar qo'yilgan balonlar, chuqur yangi mana balonlar. Mashina o'ta starali mashina. Ishqibozlarga Cobalt zo'rini mana 18-yil ekonomishni. Gazni nihoyatda ekonom qiladi. Metani bor, benzinda yuradi mashina. Kraskasi mana agar ko'rinadigan bo'lsa, mana shu yerda do'ppidek joyda mana petnosi bor. Agar sezilib turgan bo'lsa, shu yerda bor. Yana bitta ikkita mana eshigida mana bitta petnosi bor. Arqa krelda bor edi. Arkada kraska yo'q. Oldi bitta kreloda eshigiga ozgina o'tib qolgan mana bitta kapotni burchagida bor. Kraskasi boshqa joyda yo'q. Choklari o'ta tekis mashinani mana. Tushunadigan odamlar bo'lsa mana mashina вообще udan. Mashina o'ta zo'r mashinaga minaman deganlarga yurishlari, motor patorlari mana ko'rib. Salonni ichki holati bo'lsa. Sidinalar ham akkuratniy mashina. Endi buni eng qiziq joyi narxida. Bunaqangi bozorda yo'q. 13-14 larda puliga berib olamiz. Srochniy kimdir chiqib nasib qilsa 7500 dollarga beryapman mana. Chiqaringlar bemalol. 7500 dollarga srochniy naqd pulliklar telefon qilinglar. Aloqaga chiqish uchun 91lik 696 0056 ga chiqasizlar, o'zimga chiqasizlar. Mashinani oformat qilib beramiz. Nomlaringga oformat qilishga. Hujjati